siz Qosimning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqaga tushadigan chiroyli cho'kan ekan. Bundan keyin yuzimni qandoq ko'tarib yuraman? Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qandoq? Har qaysing bu yerga onangni erga bagil kelishdingmi? Seyitbegi menga igichi sog'lig'ini opirib so'g'atdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yinchi nima qil? Unda qilma. Vay shumg'ina va og'zingni bir tepma bika. Hozirgi kagicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib baxmidim. Bechora nafasdan qopdi. Gelmeysin. Bu şeyde konuşlar. Ondan kımlarlar. Temarg'a tikilgan xotin. Oyshem Ismoil tabassum. 4-qism. Xaman tasqa berib qolgan ayollar ujmi soyisiga yig'ilib, bardam yerimdam salqindig'ach ko'ngir-mo'ngir o'ltirishatdi. Zivarnisamo eri uttirvatkashga haqqa o'tkazib bergan anjilardan to'kilib qolgan bug'doy dallarini tasqab adolib olish uchun hammani yiqqan va mahalladoshlari bilan birga salqindig'ili ujmi ostiga kelgan edi. Oradan Maryamxon postak deydigan 30 yoshlik ayol o'ltirganlardan birisini anglamay qolmasin degandek ovozini o'llik chiqarishga tirishib so'z ochdi. Zivarnisaxon. Tunugun akşam qarang'i tushkilayotganda qo'ylarga o't elib kelyapsam, yo'lda bir notanish odam oldimni to'sib, yomon so'rab ketdi silini. Uning gapini anglab, boshqa ayollar uningga xuddi azaldan ko'rib boqmagandek g'alati nazarda qarab ketdi. Maryamxon qin-qiniga patmay so'zining oxirini davomlashtirdi. Bira, tuqquninglar bo'g'imiti ya. Kimligini so'rasam dappamidi. Hech bir yerda ko'rgandekmi xatimga olamadim o kishini. Zivarnisa gap qilmadi. Atiganda uydan og'och kelib, ujmilik eriqning loyliqini ko'lab, bo'ynigacha ko'mib paturib qo'ygan mis cho'ginning suyini tatib chiqarib oldi-da, loyning orasida muzdak turgan sovuq suvni birli ko'tirib, g'urtilditib ichib, ussizlikqa qonganda, javg'iydan sirg'igan suvni qo'lining kayni bilan surtib to'xtab, cho'nqur nafas oldi. Uning gap qilmaganiga qarab, bu g'ayvatning qizimig'ili turganligini pamlagan Tunisoxon Bodan gap qo'shdi. Shuncha kengri kunduz kunni qo'yib, atoyin kash bo'lganda izlab kelgan odam kimligini so'raganga deb beraveramdi. Kichik boldek gap qildikanlar Maryamxon. Shuni deyman. Kimligini deysimi, Zivarxon bilan ko'rishib o'ziga deb bergandi. Undaqmi deyishib ketmanglar cho'kallar. Tekin studiyasi. Qosimaxonning har yerlarda qimar o'ynab yurganlari hech kimga sir emas-ku. Balkim utgan narsalarni suylab kelgandi, ya bo'lmasa Qosimaxonni izlab kelgandi. Bu gapni anglab, gapga aralashdi Zivarnisoning tam qo'shnisi. Ilgari iqtisodiy yaxshi chog'da Zivarnisoning uyida nollarni yiqib, kirqotlarini yuydiganga yordamlashadigan Havizxon ismli cho'ng yoshlik ayol. Qosimaxonni izdasa, qimar o'ynaydigan yeriga borar bo'g'iydi. Atayitan mahalliga kelib, texi Qosimaxon haqida bir eg'izmi gap qilmay, sijil Zivarxonni so'radi. Qosimaxonni emas, Zivarxonni izlab kelgani aniq-ku. Uning ustiga-chu, buningdan burun Zivarxonning uyiga mol-mulk so'ylaydiganlar to'la kelgan mahalla bu. Hech kim u odamdek o'ng so'liga qarab timsiqlab, bir kim uxmasi bo'ladi degan ma'noda so'rab baxmagan. Eri uyda o'ltirmagandan keyin izlab keladiganlar chiqibmi qoladi endi. Qosimaxon shu nafsini qandirib popla ketidi. Ne vaqt bizmi uning sayisini ko'migili? Shundoq bo'lgandan keyin taladan biror odamning izlab kelishi hayron qolg'ida kishi emas-ku cho'kanlar. Hilmi bu mahallamizdagi qaysi bir cho'kanning o'ynishi yo'q. Zivarnisaxon hilmi ko'p taqat qildi-jimi? Xijil qilavermanglar-chi bo'ldi. Atidan kashkicha uyiga kirmay, Zivarxonni yolg'iz qo'yib yurgandan keyin Qosimaxonga xo'p bo'ldi taza. Eg'izingizni chayqab gap qiling Gulniyozxon. Qosimaxon uyga kelgan ketganni berib, sizga doklad qilib qo'ysa bo'lamdi.
Xotini men turib, uning yo'qlamasini siz qilamdingiz? Hammalari quloqlarini ding tutib anglasizlar. Hozirgi kelgicha Qosimaxondan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib baxmadim. Eligu uyga oqshimi kelib atigini ketib yuridi. Yillar bo'yi uyga kelmasim uchun xiyolimga kirib chiqmaydi. Boshqa xotinlardek eriniki yetmay, xaqnikini marab talmirib yuradigan qiliq menda yo'q. Sakamdagi chaqda har qaysilari bir chaynam non yegizib qo'yganmi menga? Beshkimni tartib qo'yganmi ya? Onam meni tuqqanda habi qaysilari injiqlashib bermagan bo'g'iydilar. Saproyimni o'riltib, to'li mening g'imimni yeyishmay, o'zlarining po'qini adalashni bilisizlar. Nima gap qilmasa o'z oldiga vitildab patva chiqarib yuridi-mi u qora qushqashlar? Zivernisa zardi bilan shulani deb o'ltirgan yerdan irg'ib qopib xominiga ketdi. Avzixon pixildab kulganicha dakkisini yegan ayollarning g'azablik chiroyiga qaradi. Sabgun yuzlik cho'kan bilan Maryamxon postakning chiroyi hozirli yig'ilib solidigandek alamlik tus olgan bo'lib, nomusdan yuzlari po'kandek qizargan edi. Xudiki baning moniki ba degandek Zivernisa shu bir eg'iz gibi bilan Maryamxon postak qatorliq bir necha ayolning ko'kirisini obdalla tutib olgan edi. Chunki u pat-patla Maryamxon postak haqida tarqilib yurgan Maryamxon postakni eri samonliqda paloni bilan tutib olibdi, to'risga isib urib o'ltirib qo'yg'il tas qopdidek. 5 bolasining ikkisi erining emasmish. Taladan topgan bolasini eriga tug'ib bergan gap. Haftaning oldida o'yinish bilan qo'noqlikda tutilib qilib, o'yinishining xotinidan o'lgudek dumbiyapti degandek gaplarni anglab qoladi. Shu gaplarning ustiga texi uni yuz ko'zlari ko'kargan, belaklari, putlari qamcha yoki tayoq izidan zida bo'lgan holda ko'ribmi qoladi. Gaplar bakrak avjiga chiqqanda Maryamxon postak mahallada 10 necha kunlabmi ko'rinmaymi qo'yatdi. Shundaq chog'larda hamma ishdan naq vaqtida xabar tepib bo'ladigan g'aybatchilar uni yerdan tayoq yeb qo'polmay yetibdi, toz qopdi, o'lib qolg'ili deyishadi. Zivernisa ularning gaplarini anglab qo'yatdi. Hech kimning g'ayvatiga qo'shilib, uni undoq, buni mundoq debmi yurmaydi. Shundoq turibmi, yana o'zi haqida turli faraz va g'ayvatlarning bo'lib yurgani uning achchig'ini keltirgan edi. Cho'kalla Zivernisadan dakkisini yegan kundan boshlab, Avzixondan boshqa hech kim uningga aralashmay qo'ydi. Yenig'imi kammadi. Gap so'zlarmi joyidala besiqishdi. Eliq kuni Maryamxon postakning oldin to'sib, Zivernisani surishtirgan otliq kishining Seyitboyning chaparmani ekanligi siri petib qoldi. Seyitboy yukinib o'ltirib, butun vujudi bilan qimar o'ynayotgan Qosim Polko'z bilan Osmon Ko'siga qarab, alla nimalarni ko'nglidan o'tkazib o'ltiradi. Namancho'liqning topshirmasi bilan Qosim Polko'zga qasdan uttirib berayotgan Osmon Ko'sining chiroyida va kayfiyatida qilchi mayuslik yoki uttirg'iniga ko'ngli yerim bo'lganlik ifodasi yo'q edi. Seyitboy oldingi kuni tasodifiy holda Namancho'liq bilan Osmon Ko'sining parag'ini anglab qolg'achqa, bugun alohidan diqqat qilgan bo'lsa-mu, uningdan boshqa hech kim bu ishga diqqat qilmadi. Qosim Polko'z boshda 200 tanga, ondan 300 tanga, kaynidan o'rlaplab 500 dan tikishib, necha qo'l tutishibla 2000 tanga utib oldi. Bu qimoqxonaning qoidasida uttirishning cheki yo'q. Lekin utishning cheki eng yuqori bo'lganda 2000 da to'xtaydi. Utib olgan odamning utish summasi 2000 ga yetgan amon shu kunlik o'ynash cheklamasiga uchraydi-da, yana o'ynayman desa, ati kelish kerak edi. Pul tepish yo'llarida hamma ishni qilib boqqan Namancho'liq qimorvozlarning o'zining pulini utib, ham yanini quruqdab qo'yishi, ham qimoqxonadan odam o'ksib qolishidan ansirab, mush qoidani yo'lga qo'ygan edi. 2000 tanga utish bilan to'xtatib qo'yilgan utuvog'uchi yana o'ynag'isi kelib chidamay qolsa-mu, amalning yo'qligidan bugunchi to'xtab turib, xumorning quturishi bilan kechani tasti tong otqizib, atisi atigan to'xtatlamasda qimorxona ishigiga o'nib bo'ladi. Boshqa yerga berib o'ynay desa, yaqin atrofda boshqa qimorxona yo'q. Otliq bir kun yo'l yurganda, ondan Do'ngsoy deb ataladigan yana bir o'tandagi qimorxonaga bog'ila bo'ladi. Qosim Polko'zdek mengili o'shki chog'liq ulug'i yo'q birsining ishtonning eg'iga menib u yerga berib bo'lishi texmi tasidi.
Yana kelib bu qimavozlar pulni mushiyada utgan ekan, kelar qitimliqni yana mushiyada o'ynamasa omad qochidi deb qarashatdi. Qosim Polko'zning utqini 2000 tangaga yetganda Osmon Ko'sa uni to'xtatib qo'ydi va chiroyidan kulki to'kib uni bo'lishiga maqtab. Bugun omad mendan 100 o'ribdi adash. Yurak bag'rimni sug'agandek qilib 2000 tangamni yulib ketdinglar. Bo'pti, sizga yarashsin. Ata yana mushiyada yek-meyek tutishmasak hisob emas. Bugünkidek cho'ng-cho'ng utib qolsanglar, biroq qo'yni kavob qilmasanglar o'tmaymi-jima? Ag'intonchilikning yo'li degan shu. Deb uning do'lisiga mushlab, qo'lini siqib qo'ydi. Untekin studiyasi. Hayotida bakmi ko'p uttirib ketgan-yu, lekin bunchalik jiq utib boqmagan Qosim Polko'zning hayajondan eg'zi yumilmay qolgan edi. O Osmon Ko'saning uchirib maqtashlaridan kerilib, o'zini xuddi jangda shahar olgan sarkardadek sezatdi. Utuqidan yuragi o'ynab, o'ziga qarab kelayotgan yo'shirin suiqasdning shapsidan xabarsiz holda echilib kulatdi. 4 dona hamyonga qochilangan 2000 tangini hammaga ko'z-ko'z qilib, ati teximi ko'p utadiganlik haqida to'xtamay lab uratdi. Kechani saroyning mulozimlar yotadigan cho'ng peshayvon ostida o'tkazgan Qosim Polko'z qo'ynidagi 2000 tillani o'g'riga oldirib qo'yishdan ansirab, kirib qaqmay tong otqizdi. Tong suzilishi bilanla texi uyg'onmagan Osmon Ko'sining hujrasi oldiga kelib, bu chog'da ishik urishni absiz ko'rib, shu yerda saqlab turdi. Boshqa vaqtlar bo'lsa, Osmon Ko'sa aliyotqu mahalda qimoqxonani taqab uyga ketib, atisi osh vaqti bilan kelatida o'zini saqlab toqatlar taqib ketgan qimovozlarni ko'rib, o'zidan mamnun bo'lgan holda ishikni ichib, ularni ichiga boshlaydi. Bundaq chog'da uning beshida nag'ir chosimi uyg'onmaydiganligini, necha qitim uyga izlab berib, bo'sug'i oldida saqlab beqib tushungan Qosim Polko'z asta peshayvonga inib kirdi va bir kecha uxlamag'achqa qistab kelgan uyqusiga tankilanmay, qo'ynidagi tillarni ostiga bosirib, dum yetib uxlab qoldi. Qosim Polko'z birsini turtib uyg'otishi bilan ko'zini ochganda, dum yotgan yerdan qopdi va o'ziga qarab ejib turgan Osmon Ko'sini ko'rdi. Vaqt allaqachon tushga yaqinlab qolgan edi. Qosim Polko'z maydisini, qo'soqlarini selashtirib, qo'yniga tiqib olgan tangalarning joyida turganligini bilib ko'ngli tindi. Albatta, cho'moqchilardan Qosim Polko'zning kechich kirib qoqmay tangi beqib, tong otganda uxlab qolganligini bilib turgan Osmon Ko'sa, uni va qo'ynidagi tangalarni qo'daydiganga odam qo'ygan bo'lib, namoncho'liq topshirgan vazifaning utuqliq tamomlanishi uchun hech qanday birining bu tangalarga sovuq qo'l tekkizishiga imkoniyat qo'ymagan edi. Ay, ko'tongliga kunchisi uxlab yotadi ekansizlar. Qopanglar hamda. Sili yo'q, tavqa qizimidi deyman. Yomon uxlab ketibdi-man ya. Ag'ina, yigidek bir narsa bo'lsa beringlar. Sal mag'durimga kelib andin baray. Men yo'q qizimagan tavqaringlarga. Vay. Siladan aylansin adesh. Yaymalli desanglar, dasturxonimiz tayyorjimi? Qosim Polko'z Osmon Ko'sining hech qachon qilmagan chiroyli gaplari va xushomatini bir muncha tangisini utib olganim uchun meni cho'ng ko'rib, ayminib og'indarchilik qilyotdi deb tushunib qolgan edi. Uning mundoq o'ylashi Namancho'loqning plani bilan Osmon Ko'sining tirishchanligiga yaxshi edi. Qosim Polko'z saroy mulozimi keltirgan qo'shmushdek go'sh besilgan puloni yo'g'on olqonlarda kapamlab yeb, so'qib o'tgandan keyin tavqaga oldirdi. Ikkisi ayrim tavqa tuzib tutish qil tayyor bo'lib turganda, boshqa tavqada qimar o'ynayotganlarga madad berayotgan, xuddi uttirdi deb cho'qirishib, kayfiyatni yuqori ko'tarayotganlar, xuddi birsi buyruq bergandeklar Osmon Ko'sa Qosim Polko'zlarning tavqasiga oqdi. Qosim Polko'zning uttirg'inini va arlik nopozini qayirib qo'yib, o'kirib yig'ilganlarini to'la ko'rgan odamlar uning buncha ko'p utib olganini tunugin tunji qaytim ko'rgan. Shunga bugun endi qandoq bo'lar deb qiziqishganicha ularning tutishini saqlab ko'zlar to'rt bo'lishgan edi. Osmon Ko'sa yo'q Jamshid deganicha o'shiqni otdi.
qandig'ini qandoq qildi, Qosim Palko'zga yana 300 tanga, 500 tangalardan uttirib, Qosimning utqini 1000 tangadan oshdi. Arada chinib qolmaslik uchun Osmon Ko'simi 2 qitim utib olgan bo'ldi. O'sha qitishni o'tib Qosim Palko'zga kelganda, talada qandoqdir qiyochiya anglanib, guldir-gulib qilgan, bir narsalar chiqilgan ovozlar qamoqxonaning ichiga anglandi. Osmon Ko'sa hammaylarni jimlab, taladagi olomonga qisqil quloq soldi va tizilib o'tirgan yeridan chabdaslik bilan turib talaga mangdi. Bu qitimni utvelish tamasida eg'izidan tatliq qilib turgan Qosim Palko'z, uning talaga mang'iniga norozi bo'lgan bo'lsa-mu, chaqirib olaymi yo degan xiyolni qilib bo'g'icha eshikdan chiqib bo'lgan Osmon Ko'sining kaynidan alamli qarab qoldi. Osmon Ko'si chiqib ketgandan keyin ular tavqaga joylashgandan boshlab hamma ishga tafsili qarab o'tirgan Seyitboy gap ichib qoldi. Qosim birodar, Osmonning chiqib ketganiga ko'nglingiz yerim bo'lganda qilamdi nima? Ha? Dedi u Qosim Palko'zning ochig'i kelgan nuqtadan gap deshib. Deyma, so'rin toza qizivatganda nadin keldi bu charpaylar jangizidal o'ynab, odamning payzini qochirib. Hay, Osmon ko'rgicha ikkimiz bir qo'l o'ynab qo'yamdik ya. Bu narsani qo'limga ep boqmaganimga xeli bo'pti ekan. Qarab tursam uftivadinglar qo'limni qichishtirib. Menmi tanga oldin 5-600 ni utib boqmaymanmi? Qanda? Yo, sizlar utib olasizlar. Qama xumori va utish tamasida tikildab ketgan Qosim Palko'zga Seyitboyning kulib turib degan bu gapi yog'dak yoqdi. Agar omad qochmayli qolsa, bu mahallada boylarning oldi hisoblanadigan. Azaldan pul tikib qimor o'ynamaydigan Seyitboy bilan tikishib utib olish uningga nisbatan naqadar katta sharaf ham obro'y, ha? Ishlar shundoq tayin tepib, Osmon Ko'si jidalni besiq turg'ili chiqqanicha talada bo'lib ketdi. Seyitboymi Qosim Palko'zga nachitanga uttirib berib, uttirg'iniga jeli bo'lib o'ltiramay qolgan qiyofatga kirib oldi. Arada kimdir biraylan qamoqxonaga do'kuldab yugurib kirdi va jiddiy qiyofatda so'zlashga boshladi. Osmon akamni masla orig'i ilib urib ketdi. Onu qutuldirolmasak o'lib ketadilar. Ammo qimorning qiziqchiligida qolgan Qosim Palko'zga bu gap ta'sir qilmadi. Ishlarning dal mushundoq bo'lishi uchun oldin o'rlashtirib qo'ygan Seyitboy fursatni chang tutib, tomoqini qiqib ochig'inib qo'ydi. Hey, go'yning bolasi. Ahmet qechibdi desa mendan. Pat-pat o'ynab turmasa mushundoq bo'lamdigan deya, ha? O qo'shimisini turib Qosim Palko'zga yartigidan qaradi. Qosim Palko'z g'albisidan masxush bo'lib, o'zini tuymagan holda Seyitboyning depiga usul o'ynab atadi. Qosim birodar, mettida jiddida o'ynagicha cho'ng-cho'ng tikishmaymizmi? Sizlarmi xeli ko'p pullik bo'lib qoldinglar. Bo'choq bo'lganda mundaq to'q kaptarning pulini tikib yursak toza qamlashmaydi bu. Shunga qizimadi deyman. Dedi Seyitboy Qosim Palko'zni qiziqtirib. Senda aka, nima tikimiz sen qaror qil. Men bugun qutishga mas'ul. Baya tavqa atrofiga o'lashqanlarning yerimi taladagi jidalni ko'gili chiqib ketib, yerimi bu yerda qolgan edi. Uning gapini anglab tavqaga o'lishib turganlar paroqqida kulishdi. Seyitboyga kerakki, dal uning mushi gapi edi. Ma'qul, men qaror qilay. Men deganni tikib o'ynay olsang, seni o'g'il bola deyman. Navoda men tikkanni utib ola olsang, haqiqiy erkak deyman. Seyitboy atrofdagi kishilarga qarab qo'ydi. Seyitboyning bu gapi Qosim Palko'zni texmi qiziqtirib qo'ydi.